Millatlar Ligasi final uchrashuvi Portugaliya Ispaniya. O'yindan oldin intervyuda Ronaldo har doimgidek o'zini katta tutib, Yamalga nisbatan ancha past nazarda gapirdi. 1. Ronaldo unga qarshi, Ronaldo bunga qarshi. Har doim Ronaldo kimgadir qarshi. Bu yaxshi afisha. Lekin Yamalni yaxshisi Vitinha bilan solishtiringlar. 2 individual sovrinlarni necha yilni yutganlarda kimgadir berish kerak. 3. U Mbappe, Vitinha, Dembele kabi futbolchilarga o'xshab katta yulduz bo'lishi mumkin. U hali Mbappening darajasida ham emasligini og'izga o'rab chiroyli tushuntirib qo'ydi. To'g'risi bunaqa katta gaplar Ronaldoga yarashadi. U futbol tarixidagi eng ko'p gol urgan o'yinchi va qirollardan biri. Yamal unga hurmat ko'rsatib, shunchaki finalda o'zini ishini bajarishi mumkin edi. Lekin Yamal Messichiligiga bordi. Ilgari Rabio va Snyderlarda bo'lgandek Instagramga namokli surat joyladi. Fransiya va Niderlandiyaga gol urgandan keyin namokka javob ham nishonlagan edi. Kechagi uchrashuvda ham Yamal gol urganda 99% aniqlikda aytaman, Messi usullaridan birida nishonlardi va ertasi kuni hamma yoqda Yamal Ronaldoni jazoladi. Zo'r afisha. Lekin Yamal bir narsani esdan chiqarib qo'ydi. Uning qarshisida hat-trik qilaman deb hat-trik qilgan, har doim gapirib ustidan chiqqan Ronaldo turgan edi. Butun boshli yevrelar unga qarshi chiqayotganda, "Sen kim bo'libsan, bolakay?"